Urganch shahri azmidagi asr to'yxonasi mana ajoyib tantanalar, bazmlar saroyiga aylanib qoldi. Bugun ham tantanalar davom qilyapti. Bomurod akaning ajoyib 70 yoshli to'ylari sozi suhbatini boshlaymiz. Hozir debochi sozlarimizni boshlayotgan ajoyib shogirdi, hammamiz sevgan ajoyib ovoz va ijod mana yo'liga ega bo'lgan san'atkorimiz Karimboy aka Rahmonovni ham bugungi to'yi bilan ustozlarning yaxshi kuni bilan tabriklaymiz va sozlariga navbat beramiz. Ustozingizdek ulug' bo'ling, bugungi sozlaringiz davramizga fayz ulashsin. Assalomu alaykum aziz muhtaram mehmonlar. O'rtoqlar, juda bir yaxshi gaplar bo'ldi. Ustozimni hammalaringiz ko'rdingizlar. Hozir sevinch yoshlari ko'zidan shunday miltirab oqdiki, men o'zimni zo'rg'a saqlab turdim. Buni boisi bor haqiqatdan. Haqiqatdan yurakdan chiqib turibdi bu gaplar. Olmaxon opa, siz ham juda yaxshi gaplarni aytdingiz. Siz ham bizani bir ustozimiz. Ortiq aka otajonov, siz ham bizani bir ustozimiz. Sizlarni bir-biringizdan zo'r deb bilaman. Ne uchun desa, sizlar bir pokoleniyada o'rchasini aytgan vaqtda shuni kelayotgan büyük san'atkorlar. Şu büyük insanlar, meni şu büyük ustozimni tabriklab, şu bugün gelib o'tiribsizlar. Shaxsan men şu boshim yere tegancha sizlarga ta'zim qilaman. Rahmat sizlarga. Şu men yana ustozimdan shunday bir ta'riflayjakman-da, o'rtoqlar, her biringizni xonadoningizda, her bir xonadonda, her bir yurtda o'zine heykel qo'ygan, o'zining xizmatlari bilan, san'ati bilan, sozi bilan, ovozi bilan. Men endi bir o'rchasini aytgan vaqtda simvolistik bir kichkina yana heykel desam bo'lmas, bir kichkina byust qilganman ustozima. Ko'tar. Shuning uchun o'rtoqlar, ustozimni şu yine 70 yaşa yetirdi. Xudoyim 80, 90, 100 yaşlarından shunday birgalikda hech kimni o'rnini o'chmasdan tabriklab o'tirmoq bizga nasib qilaversin. Hali qo'shiqlarimiz bilan ham qatnashamiz, hali nasib bo'lsa. Hammalaringizga katta rahmat. Bizlar sizlar xizmatingizdamiz. Tong otuncha bugun shu asr to'yxonasida asramizda mahkam bo'linglar. Shuning uchun Hazretimizde en qo'shiq va ustozimiz so'ngizda eshitamiz hali, xudo xohlasa. Akalar, ukalar, opa-singillar, bizni ustozimizni eng bir yaqin muxlislari, og'ayin, tug'an qarindoshlari, hammalaringizni bugungi yaxshi kun bilan tabriklayman. Aziz do'stlar, bu meni tabrikim emas. Men hozir shu bir bugungi yaxshi kunni bir boshlab bering. Bir adamlar bir o'tirishib o'rnashincha degan fikrda shuni boshlayapmiz. Hali yana bir niyatlarimiz var. O'zlarimiz ham vaqti kelganda tabriklab yana qo'shiq aytamiz. Hammangizni ham bugungi yaxshi kun bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ustozimizga 100 yosh tilayman. Mübarek toy mübarek, toylar
Eyleme medhin, nirciz beyan.
Rahmat, sağ olinglar.